Qur'onda даже kelingan to, что yer dumaloq deb kelmagan. Boli ploski. Mana bu podkastdan so'ng Yassier nazariyasi yana aktuallashdi. Bu nazariya oldin ham mavjud edi. Ya'ni yer yassi, Antarktida bu shunchaki chegara devor, hech kim oyga va koinotga chiqmagan. Bu hammasi fake, yolg'on xabarlar degan. Buni argumentlari ham bor. Ya'ni ular mantiqiy asos keltirishga harakat qilishadi. Yerni yassirigi haqida ko'plab qonunlar, olimlar, fotosuratlar. Lekin bugun sizlarga men tarixiy hamda mifologik yerning yumaloqligi haqida isbotlar keltirishga harakat qilaman. Oddiy biz o'sha fantastika deydigan hindlar mifologiyasida Varaha ma'budi bor. O'sha ma'bud o'z tumshug'ida yerni ko'tarib turadi deyilgan va o'sha haykallarda o'sha yer shakli yumaloq shaklda berilgan. Hatto bobomiz Beruniy yerni radiusini o'lchagan. Ibn Sino, Pifagor, Aristotel ham yerni sharsimon shaklda ekanligiga da'vo qilgan. Xo'p, sizning fikringiz qanaqa? Yer yassimi yoki